Ados hozimasiga aytib turibman. Menga xos protokol tuzing desam, siz hozir отказ qilasiz, to'g'rimi? Men sizga Yo'q, siz o'rta inspektor qarang, yo'q siz gapiring, yo'q men sizga eshitdim, to'g'rimi? Endi men gapiring ma'lummi? qoidalar bo'yicha bayonnoma rasmiylashtirdim deyapman. Vazirlar Mahkamasi. Nimaga asosan bayonnoma, nimaga asosan tekshirtirib anaqa qilyapsiz? Mana to'xtatingiz, nimaga yopishyapsiz hozir? Dokument tekshiraman deb anaqa qilyapsiz, to'xtatingiz, to'g'rimi? Vazirlar Mahkamasi. Yo'q, siz dokument qarori bor. Harakat oqir eshitasizmi meni? To'xtatilganda tekshirib aniqlangan barcha hududlardagidir. Erta unaqa aptechka deb yozilmagan. O'rta inspektor yana bir marta sizga aytdim mana. Shu gapga shu qilayotgan ishingiz uchun sudda javob berishga tayyorsiz? Sudda men jinoyat qilayotgan sudda javob berishga tayyormisiz? O'zbekiston Respublikasi qonuni oldida tayyor, javob berishga tayyorsiz. Moda bo'yicha shikoyat qilish haqqingiz bor. O'zbekiston Respublikasi Keling, telefoningizni aytib oling. Mana galib inspektor qog'oz protokol tuzgancha ham tuzmay o'zini anaqasini qilyapti. Bilganini qilib dokumentga tekshiraman deb o'zini anaqa qilib bo'ldi bana. Bo'ldi, aka siz bilan sudga ko'rsin. Dokumentimni bering bo'ldi. Dokumentimni bering. Siz bilan sudga ko'rishamiz. Men обязательно sudga beraman. O'zbekiston Respublikasi qonuni oldida javob berasiz. Meni e'tirozim bo'lib turib, siz mana bitta anaqa qilganingiz uchun har bitta qilgan ishingiz uchun javob berasiz. O'rta inspektor. Tushundingizmi? Bo'ldi, dokumentimni bering. Telefonimni aytib O'rta inspektor, mana dokumentimni berasizmi yo'qmi? Javobgarlik to'g'risida kodeks 2.0 bilan tanishtirdim. Imzo qo'yasizmi, yana bir bor so'rayman. O'rta inspektor, sizga yana bir marta aytaman. Qog'oz protokol tuzasizmi yo'qmi? Sizga nisbatan bayonnoma rasmiy hurmat haydovchi. Bo'ldi, men siz bilan sudda gaplashaman. Men hech qanaqa hech narsaga qo'l qo'ymayman. Bo'ldi, sog' bo'ling. Sog' bo'ling.